Assalomu alaykum oyijon, yaxshi dam oldinglarmi? Buringni zooparkda ishlaydi degding, uyga hayvon olib keladi demaganding-ku. Meni hidimga o'rganganda oyijon, ozgina katta buvosini berib yuboraman. Bu hali katta ham bo'ladimi? Yumaloqcham, o'zi shirinchomsan. Men bolamni ham bunaqa erkalamaganman, ey. Zebo, bu o'rtamizda uxlash shartmi? Bitta o'zi uxlashga qo'rqadi, endi 6 oylik. Zebo, soatimni ko'rmadingmi? Men qayerdan bilaman, turgandir o'sha yerda, qarasangiz-chi. Oyijon, bittaga ko'payishamiz. Bezakansiz, lekin xursand bo'ldim. Endi men ham nevara erkalataman, ha? Yo'q, unaqa mehmon emas. Qanaqa mehmon? Mana. Fil bilan jirafa ham olib kelmabsiz-da, kelin. Bo'ldi, olib kelaymi? Birga yashayverardinglar, o'g'lim bilan ketaverardinglar zooparkka. Ona, anu keliningizni maymunchasi depressiyaga kirib o'lib qopti-da. Yuring, dalda beraylik. Bir kun kelib maymunni janozasida o'tiraman deb o'ylamagandim. Mani ish uchun dieta qilyapsan, ha? Oy, telefonimni ko'rmadingizmi? Hech qayerdan topa olmayapman. Telefon qil. Qo'limdan qayerdandir jinglayapti. Ha, ilon yetib olibdi. Xavotir olmanglar, bir haftada hazm qilib chiqarib yuboradi. Kelin, ana shervatchingizga go'sht beruvdim, yemasdan menga qarab turdi. Ha, u kattaroq go'sht yeyishni xohlaganda. Nafasingiz yana tushsin. Nima qilyapsiz? Idish yuvotdim. Nimada? Bavida. Buni qanaqa ishlatadi? Qarang, tog'oraga bavini solamiz, keyin qaynoq suv solamiz. Yuvilishga chik bo'lib ketgan idishlarimizni solib 10 daqiqa kutamiz. Keyin sovuq suvda chayvoramiz, bo'ldi. Qarabsizki, 10 yildan beri yuvilmagan dog'li ham top-toza bo'ladi, qalay. Zo'rku. Eshitdingmi? Yugurmasam bo'lmaydi, tualetga ulgurmayman. Ulgurdingizmi? Kirmadim, lekin ulgurdim.